Assalomu alaykum yoshlar, yaxshimisizlar? Hop, Xudo qudrati mana bizga natija. Bu yosh bemorimiz davnasi baland yurganda doping qilganmiz, bilashga topgandik, 65% chiqqandi. MSK tomografiya qilinganda mana shu narsa mana 43.7 ga tushgani. 1 yildan o'tib qopti. O'sha o'zini kerakli dorilarni ichyaptilar. Mana ikkinchi tomoni ham 45, bular ham 56-60 bo'lgan deyaptilar. Mana shu tomir bo'lsa, mana qani ikkiga bo'lingan joyi chiroyli bo'lib kadr bo'libdi. Mana bilashga shu yog' shu mana yeyotgan ovqatlaringni bir narsa yoki damlar hisobiga yig'iladigan mana bilashga yog' shu darajada mana tomirni ichini keyin to'ldiraveradi. Bu narsalar vaqtida davolanmasa insult degan kasalliklar boshqa narsalarga olib keladi. Tomirni ichini xuddi zang bosgandek yog'lar egallab olgan mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Ancha kamaygan.